Birovni bolasini olaman deb yo'lakka chiqqan ekan. Haligi yiqilib tushdi-yu. Dada! Mashinamizda to'siqni yorib o'tdi. Ro'ld akam. Menimcha ko'r haydayapti. Unga shunaqa ham yo'l qiladimi? Ay! Sen trotuarda ketyapsan, chap tomonga bor. Aziz do'stlar, o'zing uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda degan gaplar ham bor-ku. O'zingiz uchun yashay deganda mazza qilib yashang. Hozir hech bo'lmasa yon atrofingizdagi hozir qish oylari, qish fasli bir mazza qilib hech bo'lmasa sirpanishga chiqib tomosha qilgani chiqing. Kayfiyatlar baland bo'lsa, sog'lik doim hamrohingiz bo'ladi. Kasalliklar bir chekkaga so'nadi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yurtimizga ko'z tegmasin. Doimo mana shunaqa yaxshi kunlar ko'plab to'ylar bo'laversin, ko'p yaxshi kunlar bo'laversin. Sog' bo'ling.